Navoiy. O'rtoqlar haqiqatda yorug'. Narxini so'raymiz. 591 kilo chiqdi mana shu. Nechi puldan bular aka? 45 ta so'raldi. 45 dan ekalasa, nechi xilda bozor? Bozor 41 ga chiqdi. 41 gacha. 26 milliondan 23 milliongacha. 26 dan 23 gacha. Ikkita shoxli ham bizdan. Ularni 20 ga 22 million so'ramiz. Aha, ikkita. Bozor nechi xilda aka? 10,5 pol. 10,5 berilmadi. Salom. 29 million. 29 o'zini ulechi? 30 million 200. 30 million 200. Kimda? Bu qancha ekan aka? Narxi? 35 million dollar. 35 million. Hammaga assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz haftani chorshanba kuni Toshkent Shuro mol bozoriga kelganmiz. Bir qator narx-navolarni sizlarga yoritib beramiz. Qo'ldan kelgancha albatta egasi ruxsat berganlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Bu bozorda birinchi kelishimiz, hali bu yerda shart-sharoitini o'rganmadik, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz do'stlar. Bo'lmasa mana shu mollardan boshlab ketaveramiz. Layklarni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar do'stlar. Xo'sh. Assalomu alaykum. Qancha nechi pul? 26 milliondan 23 milliongacha. 26 dan 23 gacha. Ikkita shoxli ham bizdan. Ularni 20 ga 22 million so'ramiz. Aha, ikkita shoxli. Mana ko'rsatilgan. Hammasiga yeb ichishlariga adresgacha beramiz. Mollarni aybi yo'q. Sog'lom mollar. O, mana ikkalasi. Yo'q, ular egasi yo'q. Ha, sizniki masa 26 qaysilar endi? Kattalar, bu dush. Shunda mana 20. Ha, 26 dan. Tirikchilik sizlarniki? Albatta, parvarishni sotamiz. Uyda turgan boqishlar, yeb ichishlariga qanday siz javob beramiz. Nomer berib qo'ying. 97lik 707 4904. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar mana. Davom etamiz. Nechi puldan bular aka? 45 ta so'raldi. 45 dan ekalasa, nechi xilda bozor? Bozor 41 ga chiqdi. 41 gacha. 45 dan so'ralayotgan buqalar o'rtoqlar. Menimcha nomerni bermasa kerak. Oldilaridan bitta ko'rsatib qo'yamiz. Boya mana 9 tani ko'rsatganimiz oldi tarafi. Davom etamiz. Hurmatli obunachilar. Bular qanchadan aka, kichkinalar? O'ziga qarab. Har xili. Nechi puldan boshlanib, nechi pulgacha? 17 milliondan 20 milliongacha ekan. Bularga nomer qo'yib, bular istamasa nomer qo'yib ketamizmi? 99 834 81 60. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar, bu ham ikkalasi uchun ham o'sha nomerlar. Rahmat aka, charchamang.
to'lqin. Ikkalasini bitta so'raylik. Nech pul aka? 15 dan kami bor aka. 15 dan kami bor. Nech chiqildi bozor? 13,5 ga 13,200 qoldi aka. 13,5 ga 13 bilan 200. 13,5 qoldi. Aha. Buni 13 bilan 200 qoldi aka buni. Bermadingiz. Bermadim aka. Nech pul mo'ljal? Aka mo'ljal aka 14 da aka. 14. 14. Dehqonchilik. 1 yoshar. Yo'q, tirikchilik aka. Tirikchilik, ha? 1 yoshar. 1 yoshar ona. 12 oylik. 12 oylik. Nomer qo'yamizmi? Ha. Ayting. 93lik 537 61 91. Boshqa bozorda ham bo'laveradi. Ha, boshqalardan bo'laveradi aka. Bo'ldi aka, charchamang bozoringiz. Xo'p. Nech puldan aka? 15 dan. Bozor nechi so'radi aka? 13 bilan 200. Dehqonchilik, tirikchilik. Tirikchilik. Nomer qo'yamizmi? Bo'ldi. Nech puldan aka? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkalasiga 35 so'ralyapti. Ikkalasiga 35 ha? Zoti nima zot? Bozor nechi so'radi? Endi olib chiqdim. Endi Ikkalasi 35 so'ralyapti. ikkalasi 35 so'ralyapti aka. Kami bor. Nomer qo'yamizmi, shart emas? Nomer, telefon nomer. Ha, qo'yvoramiz. Aytib qo'y nomeringiz. 99 882 66 47. Bo'ldi aka, charchamang, bozoringiz bersin. 12 million ekan. Bozor nechi chiqildi aka? 10,5 qoldi. 10,5 berilmadi. Mo'ljal qancha? 11lar. 11 atrofida. Nechi yoshmi? Yoshi to'lmagan hali. Yoshiga to'lmagan ha. Dehqonchilik, tirikchilik. Dehqonchilik. Bo'lsa, davom etamiz. Kirish joyida katta buqalar ham bor ekan. Hali ularni ham bir so'raymiz. Nechi pul ekan aslida? 13. Nechi yosh? Nechi yosh? Yoshiga bilmaysiz. Bozor qancha qildi? 12. Bozor 12 qildi. Oy oy oy. Yomg'ir bor. Chorva seti. Qancha bo'ldi? Yomg'ir qo'yib yubordi ekan. Sho'romol bozordamiz. Buqalarni narx-navosini sizlarga yoritib beramiz qo'ldan kelgancha. Video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar. Kanalga esa obunani ham bosib qo'yaverasizlar. Bo'lmasa sizlarni ko'p kutirmaymiz. Video rolikni boshlaymiz. Hali bo'lmasa ketdik. Nechi pul ekan? Sizlardanmi aka boyagi? Nechi pul ekan narxi? Qanchaga? 56 ga. Bunisi-chi? Qaysinisi? Mana. Ikkalasi ham. Ikkalasi ham sotildi. 56. Bularni egasi kim ekan? Bular sizlardan emasmi? Nechi puldan ekan? Assalomu alaykum. 29 million. 29 o'zimi? Ularchi? 30 million 200. 30 million 200. Asli. Mana. Davom etamiz. Qaysi kanal? Chorva seti, assalomu alaykum. Alaykum. Bizlarni ham olib qo'yasizmi ko'raylik. Navaralarimni. Bo'ldi. Mana 54 mingdan kilosiga bermayapti shu oyimizga. 54 dan kilosiga bermayapti. Anani 56 dan bo'ldi.
56 katta so'radim. 56'dan bo'ldi. 56'dan bo'ldi. Skidga bermadi. Bular egasi kim ekan? Mana egasi. Sizmi? Ha, ikkalasini biza. Ha, ikkalasi. Necha puldan berib yuborasiz endi? 56 bo'lsa beraman. 56. Ha? Telefoningni aytib qo'y. Berib qo'ying telefoningizni. Yozib qo'yadi telefoningni. 97'lik. 97 5 kilosi egasidan. 262 262 56 63. 56 63. Bu kimni? Bu qancha ekan aka? Narxi? 35 milyon dollar. 35 million. Necha qildi bozor? 28. 28 qilibdi bozor. Bermabdi. Mayli akalar charchamaysiz. Qanaqa ekan? Chorva seti YouTube. Bular egasi bilmaysizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Necha puldan aka? Hammasi har xil 40 million deyapman, 32 deyapman, 27 deyapman. Bu 40 million. Necha qildi buni bozor? 36 qat. 36 berilmayapti. Bularni 28 ga 24 qat. 28 20. Uchalasi sizniki? Ha, cho'loq. Mana do'stlar. Buqalarni so'raganlar. Davom etamiz. Egasi ko'pchiliginiki yo'q. Ularni bir narxini so'rasak. Karimboy. O'rtoqlar haqiqatdan yoruverish. Manimcha 58 dan oldi yo'q. Oyog'iga bitganlar sher. Ortoq bitta bitta. Oyga 6 kilochda. Janob. 600 kiloga keladi Angus yana bittasi. Bu necha kilo ko'rdingiz? Men 670 ko'rdim. Bunaqa kelmasa kerak. Va bir qilagan boyga bilan. To'xtamadi. Ya to'xtamayapti, to'xtabdi. 650. Voy, bu taroziga sotgani hozir hammani. Hozir Karimboy. Olti yuz 51 kilo, Karim. 651 kilo. 651 kilo. To'xtaydi o'zi, to'xtaydi, nuqta yo'nadi. 646 kilo. 646 kilo. 646 kilo. Nechi kilo? Karimboy necha kilo bo'ladi? Pinxonami? Yo'q, anaqa tortib ko'ryapmiz. 7 kilo ekan. Tilxona. Sizga aytaman hali o'zizga. 40 kiloda ben 30 kilo. Bu ham 58 ming. Ikkitasi bormi yo'qmi? Topasiz. 555, 655. Yo'q, bu 644 chiqadi topamiz. 644 kilo. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi, to'xta bo'ldi. 644 kilo. 58 dan 644 kilo. Ikkasi yo'q. 200 ming o'tib berdilar. 644 kilo. Mashmonlarni tortib oling davay. Hojiga boyga olganlarim tortamiz. Tortamiz, tortamiz. Davay. Hayda oling, hayda oling. Hali to'xtamadi, demak.
Ko'chil. 58. 650 ta. Hadi to'g'rimi? 650 ta kelishgan. Altı yüz otuz yedi kilo. Bir kiloga adashdi. 58 ming yetishadi. 58. Barakasini bersin. 58 dan. Yana bittasi bor. Olib kelmoqam. 58 dan taroziga. Mana akalar ijodda. Qancha edi? 661 kilogramm. Qo'y ver. Sho'ro mol bozori. Yettidan sotildi. Getirmez. $60 milyon so'ralayotgan ekan. O'yindan chiqdim mana ozgina narsa olinglar. Nechi pul aka? Egasi. Altmış. Kanaatim soramışsınız. 591 kilo chiqdi mana shu. Hurmatli obunachilar, 26 dan 23 gacha 9 ta mana akalarga tegishliga uyda boqqanmiz deyapti. Telefon nomerlarini pastga qoldiramiz. To'liq obzor YouTube'da bo'ladi. O'tib ko'rsanglar bo'laveradi. 26 dan
mana shu kattalari, bu yog'i 23, yeb ichish hammasiga garantiya beraman deyapti. Mana shoxli, ikkita shoxli ham akamizga tegishli. Bozor nechidan so'radi aka? Hali so'rama. 21 dan qotdi, kattadan 23-24 dan qotdi, har xil. 23-24 dan kattalar qilyapti, bularni 21. Har xil so'rayapti. Telefon nomerini pastga qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ga 36 yarim sotildi. Sho'ro mol bozori, Toshkent. Hozir nima